Amerika Diniy erkinlik komiteti Amerika hukumatini Xitoyni jazolashga chaqirdi. 30 aprel Erkin Osiyo radiosi xabarida bildirilishicha, Amerika Xalqaro Diniy erkinlik komiteti 26 aprel e'lon qilgan 2018 yillik dokladida Sharq Turkistonning o'tgan 1 yillik diniy erkinlik vaziyatining barg'ansir nacharlashganligini, Xitoy rejimining texmo qattiq yangi cheklamalarni yo'lga qo'yib, Uyg'urlarning diniy erkinligini qattiq bo'g'iyotganligini bildirdi. Dokladda Xitoy rejimining zo'rlash xarakterlik yuqorqi yangi tadbirlarni ro'za tutish, yosh o'smirlarning masjidga kirishini man'iy qilish, Uyg'ur tilini yo'q qilishdek mavjud cheklamalar asosida yo'lga qo'yganligi bildirildi. Dokladda Xitoy Sharq Turkistonda 2017 yili 4-oyda chiqargan asabiylikni tugutish nizomi tanqid qilingan bo'lib, mazkur nizomda soqol qo'yish, yog'liq ortish, halol haromga ayrim muomala qilishdek 15 xil xohish asabiylik deb bekitilganligi tanqidlandi. Amerika Xalqaro Diniy erkinlik komitetining oliy darajalik tadqiqotchisi Tina Mufart yana Xitoy rejimini diniy erkinlikka hech qanday bir tarixda ko'rilib boqmagan, hech qanday davlat cheklab boqmagan shaklda cheklama qo'yib Hozir bu Amerika hukumati yoki boshqa davlatlar va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining chiqargan dokladlari mencha texi yetarli emas. Xitoyning diniy erkinlikni dafsanda qilish jihatdagi qilmishlari nihoyat og'ir. Masalan, odamlar jim turib qolsa, ishingda namoz o'qiyotsan deb u odamlarni jinoyatchi hisoblaydi ekan. Bu ajoyib haddidan oshqonliqdir degan. Amerika Xalqaro Diniy erkinlik komiteti yillik dokladida Trump hukumatiga mazkur masala haqida taklif berib, Amerika Moliya Ministerligining Xalqaro Diniy erkinlik qonuni va Magnitskiy kishilik huquq qonuniga asosan kishilik huquq diniy erkinlikka ig'ir xiloflik qilgan Xitoy amaldorlarining tizimligini turg'izib chiqishni va ularning Amerikaga kirishini cheklashni o'ttirg'a qo'ygan. Tina Mufart xonim yana hozir Amerikaning Magnitskiy qonunini ishga solishga boshlaganligi, uning bu qonunni va boshqa aloqador qonunlarni davomli ishga solishga chaqirdiganligini bildirdi. Tina xonim yana Amerika hukumati Magnitskiy yer shari kishilik huquq qonunini ishga solishga boshladi. Bu qonunga asosan bir Xitoy amaldori kishilik huquqni dafsanda qilganligi sababli tizimlikka kirgizildi. Amerika Xalqaro Diniy erkinlik komiteti dokladida Prezident Trump hukumatiga Xitoyni bu yil yana diniy vaziyati alohida ta'qib qilinadigan davlat deb e'lon qilish, Xitoy rejimini islom bilan terrorlik, asabiylik, bo'lgunchilikni o'xshash o'ringa qo'ymaslikka chaqirish, Xitoyning vijdon mahbuslarining qo'yib berilishiga kafolatlik qilishi, mahbuslarga tan jazosi berish va ularga g'ayri insoniy muomala qilishni to'xtatishi, Amerika Davlat Majlisining Sharq Turkiston, Tibet va Jojang o'lkasiga tekshirish o'miki avatishiga yo'l qo'yishini talab qilish qatorliq bir yurish tavsiyalarini bergan. BDT hay'ati arakanlik musulmonlarni yurtiga tezroq qaytarishga va'da qildi. 30 aprel Turkiya Ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashi hay'ati Burma hukumatining Arakan musulmonlariga qaratgan etnik qirg'inchilik siyosiy sababidan Arakanda tekshirish elib bordi. Xabarda Bengaldagi musofirlar lagerlarini ziyorat qilgan BDT Xavfsizlik kengashi hay'atiga qiyin qistoq va bosqinchilikqa uchrag'uvchilar dardlarini aytganligini, ko'z oldida cho'ng onasi o'ldirilgan bir qiz BDT hay'atidagi Angliya elchisiga yig'lab esilib dardlarini aytganligi, musofirlarning tragediyalarini anglagan hay'at a'zolari lagerlarda hayot-mamotlik kurashi elib berayotgan musofirlarning burunroq yurt makonlariga qaytishi uchun qo'lidan kelishcha tirishchilik ko'rsatganligini bildirdi. Xabarda hay'at a'zolari musofirlar lageridagi ziyoratini oxirlashtirib bo'lgandan keyin Burmaga manganligini, Arakan o'lkasining markaziy Setvedinni ziyorat qildigan hay'at xarobelikka aylangan yezilarga berishga ruxsat qilinmaganligini, Burma hukumati Bengaldan panohlik tilagan arakanlik musulmonlarning yurt makonlariga qaytishini ma'lum shart bilan qabul qilgan bo'lsa-mu, biroq Burma hukumati yurt makonlariga qaytmoqchi bo'lgan arakanliklarning cho'qim kimligi bo'lishi lozimligini, bo'lmasa qabul qilinmaydiganligini bildirgan. Turkiyaning Denizli viloyatida Sharq Turkiston tunishtirildi. 30 aprel Turkiyaning Denizli shahri Pamuk Qal'a universitetida Sharq Turkiston tunishtirildi. Faoliyat Sharq Turkiston yangi nasil harakatining o'rinlashtirishi bilan elib berildi. Faoliyatga 200 atrofida universitet o'quvchisi qatnashdi. Faoliyat Qur'oni Karim tilovati bilan boshlandi. Faoliyatda Sharq Turkiston yangi nasil harakati raisi Dr. Abdusalom Taklamakan Sharq Turkistondagi Xitoy zulmi temasida to'xtalib, Xitoy hozirgi davrimizda Sharq Turkiston xalqiga inson tasavvuridan halqagan irqiy kamsitish, milliy kamsitish
va bostirish siyosatlarini elib borganligini qisqacha tunishtirib o'tdi. Faoliyatda yana Hojattepa universiteti o'qituvchisi, Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi doktor Erkin Akram Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga zulm qilishining sabablari temasida to'xtalib, Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga zulm silishining asosli sabablarini Sharq Turkistonning strategik o'rni Xitoyning savdo, siyosiy ishlarini taraqqiy qildirishda intayin muhim ekanligiga bog'lab tushuntirdi. Oxirida ilm yayma jamiyati doktor Erkin Akram bilan doktor Abdusalom Taklamakonga lavha taqdim qildi. Xitoy elchisi tuyuqsiz qozoqlarga tuqqanlari bilan aloqa qildiradiganligini uqtirdi. 30 aprel China Eye to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Qozog'istonda turishli Xitoy elchisi 29 aprel tuyuqsizlar tuqqanlari Sharq Turkistondagi atalmish tarbiyalash lagerida qamalgan qozoqlarni tuqqanlari bilan ayrim yanfon orqali aloqa qildiradiganligini uqtirdi. Qozog'istondagi Otayurt Pidai yoshlar tashkiloti a'zosi Serikjon Belash muxbirga Xitoyning Sharq Turkistonda begunoh qozoqlarni atalmish tarbiyalash lageriga qamash ahvoli xalqaro jamiyatning diqqatini chekkan bir paytda Xitoyning Qozog'istonda turishli elchisi Xitoy muhojirlarining vositasi orqali tuyuqsizlar Sharq Turkistondagi tuqqanlari atalmish tarbiyalash lageriga qamalgan qozoqlarni tuqqanlari bilan yonfonda aloqa qildiradiganligini. Aloqa qilish vaqti 5-oyning 3-kuni Qozog'iston mehmonxonasida o'rinlashtiriladiganligini, odam soni 100 dan eshib ketmasligini, aloqa qilish o'rnida muxbirlarning bo'lmasligi haqida ijtimoiy uchur vositasida uqtirish tarqatganligini oshkorildi. Serikjon Belash bu uchurni egallagandan keyin Xitoy elchisi bilan ko'rishishni talab qilgan, biroq Xitoy elchi ko'rishishni rad qilib, tuqqanlari Sharq Turkistonda qamalgan kishilar bilan yoshirin ko'rishmoqchi bo'lgan. Muxbirlar va Otayurt tashkilot a'zolarining atalmish tarbiyalash lagerining ichki ahvolini bilib qilishdan ansirgan Xitoy 30 aprel ko'rishish o'rnini Qozog'iston mehmonxonasidan Xitoy elchixonasi ichiga o'rinlashtirib, aloqa qiladigan odam sonini 30 ga qisqartgan. Serikjon Belash muxbirning ziyoratini qabul qilib, Xitoy elchixona xodimlari o'zini oshkorlamay Qozog'istondagi Xitoy muhojirlarini o'ttirg'a chiqarib qo'yibdi. Xitoyning bu xil pozitsiyasidan Xitoyning Sharq Turkistonda qamalgan qozoqlar masalasini hal qilishdagi samimiyatini tushungili bo'lmaydi dedi. Afg'onistonda NATO kuchlari hujumga uchradi. Afg'oniston tunugun yaqinqi mezgillarning eng qonliq kunlaridan birini boshdan kechirdi. Poytaxt Kabuldagi 2 ayrim odam bomba hujumidan keyin Qandahar viloyatidanmi hujum xabari keldi. Turkiya Ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Qandahar viloyatida Shimoliy Atlantik Ahdi tashkiloti NATO avtomobillariga qilingan hujumda 11 fuqaro hayotidan ayrildi. Qandahar viloyatlik jamoat xavfsizlik idorasi matbuot ishlari maslahatchisi Qosim Afg'on bir hujumchining bomba o'rinlashtirilgan avtomobil bilan Qandaharning Daman nahiyasida NATO qismlari doirasida vazifa o'tayotgan Ruminiya askarlarining avtomobillariga hujum qilganligini, hujumda 11 fuqaroning hayotidan ayrilganligini, 4 nafar askar bo'lib jami 16 odamning yaralanganligini uqtirdi. Shunda qilib Kabulda maydonga kelgan 2 ayrim odam bomba hujumida 25 odam, Qandahardagi hujumda 11 odam bo'lib jami 36 odam hayotidan ayrildi va 61 odam yaralandi. Kabuldagi hujumni Daesh terrorlik tashkiloti ustiga olgan bo'lsa-mu, Qandahardagi hujumning javobgarligini hozircha hech qanday bir taraf ustiga olmadi. Xitoyning dengizdagi tabalik da'vosi masxara qilinmoqda. Xitoy doiralari xilidan buyon Janubiy Xitoy dengizi tabalikining Xitoyga tabaliki haqida da'vo qilib kelayotgan edi. Erkin Asiya radiosining xabarida bildirilishicha, mazkur ahvol xalqaroda ko'plagan noroziliklarni paydo qilayotganda Xitoy olimlari 1951-yili besilgan Xitoy xaritasida Janubiy Xitoy dengizining Xitoy zemini ekanligi ochiq bayon qilinganligini ko'tarib chiqdi. Erkin Asiya radiosining xabarida Hindiston vaqti gazetining to'rida 30 aprel e'lon qilingan bu vaqtdagi maqolada ko'rsatilishicha, 1951-yil nashr qilingan Xitoy xaritasida Janubiy Xitoy dengizi tabalikining chegarasi uzuk siziq orqali emas, balki butun siziq shaklda ajratilgan hamda uni Xitoy territoriyasining bir qismi hisoblagan. Bu rayonlar bo'lsa, dal navbatda Xitoy bizning tabalikimiz deb chekarlayotgan doirani to'liq o'z ichiga oldi ekan. Bu vaqtdagi arxiv tekshirish xizmatiga qatnashgan Xitoy olimlari dengiz chegarasida uzuk siziq emas, balki butun siziq ishiltishning o'zi bu rayonning Xitoy territoriyasi ekanligining jonliq isboti degan. Maqolada ko'rsatilishicha, Xitoy olimlarining mazkur bayqishini
hukumat taraf emas, balki shaxslar boshqurishidagi bir nashriyot kitob shaklida nashr qilgan. Ammo Xitoydek hammali joyga yeyilgan nashriyot süzgüchi mavjud muhitda bundaq zo'r va nozik masalani biror shaxsning tuyuqsizlik o'ttirg'i chiqarishi ajablanarli ish ekan. Yana kelib maqola avtorlari bu koni xaritaning qandoq bayqalganligini so'raganda Xitoy olimlari buningga javob berishni rad qilgan. Maqolada aytilishicha, Xitoy o'tgan asrdan boshlabla Janubiy Xitoy dengizida zamin da'vosi qilib kelayotgan bo'lib, texi yaqindala bu joyda sun'iy orollarni barpo qilib chiqqan. Yana kelib 2014-yili Germaniya bosh ministri Merkel Xitoy raisi Xi Jinpingga taqdim qilgan xaritani 1735-yili Yevropalik jo'g'rofiya olimlari sizib chiqqan bo'lib, bu xaritada hozirgi Tibet, Sharq Turkiston, Mongoliya yoki Manjuriya qatorliq joylar yo'q ekan. Bu joylarning hammasi keyingi vaqtlarda Xitoyning zamin kengaytishi orqasida Xitoy territoriyasiga qo'shilgan ekan. Avtorlar mushu ahvollarni umumlashtirib, bundaq bir yangi xaritaning bayqalishi bakmu gumonliq. Bu Xitoyning zamin kengaymichiligi bilan zich munosabatlik deb xulosa chiqargan. Amerika Xitoy vakillarining suhbatida qattiq kayfiyat davom qilmoqda. Amerika bilan Xitoy o'ttirsidagi savdo urushining cho'qonlari avjiga chiqayotganda, garchi masalani suhbat orqali hal qilish takliplari ko'plab o'ttirg'i qo'yilayotgan bo'lsa-mu, lekin har ikki tarafning bu masala haqidagi pozitsiyasida yumshash omillari yo'qning o'rnida bo'lmoqda. New York vaqti gazetining 30-aprel soniga besilgan bu vaqtdagi maqolada ko'rsatilishicha, suhbat uchun Beijingga yetib kelgan Amerika vakillarining talabini Xitoy tarafining rad qilish ehtimoli cho'ng ekan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika taraf Amerikaning Xitoy bilan bo'lgan savdosidagi 375 milliard dollarlik yillik savdo qizil raqamidan 100 milliard dollarni qisqartish hamda Xitoy tarafining Amerika bilan taqlidiy aql, yerim o'tkazgich va savdo aeroplanlari qatorliq sohalar bo'yicha 300 milliard dollarlik yuqori fan texnika savdosi qilishni cheklashni talab qilib kelmoqda ekan. Halbuki Beijing tarafining bu talabni rad qilish ehtimoli bak cho'ng ekan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligidagi mutaxassislardan Ruan Zongzi bu haqda to'xtalib, ishlar aslida buncha murakkablashib ketmasa yaxshiroq bo'ladi. Ammo bu yerda o'ynalayotgan o'yin bak ko'p degan. Wall Street Journal gazetining 29-apreldagi soniga besilgan bu vaqtdagi maqolada Amerikaning moliya sekretari Steven Mnuchinning mushu vaqtdagi suhbatga qatnashish uchun Beijingga boradiganligi ta'kidlangan. Shuningdek, bu qatim Amerika tarafining qattiq pozitsiyada bo'lishini bu bakmo xatarlik strategiya. Agar bu muvaffaqiyatli bo'lsa, Xitoyning iqtisodiga g'oyat zo'r darajada ta'sir ko'rsatadi. Ammo qamlashmay qolsa, ikki taraf o'rtasidagi adovat texmi cho'nqurlab ketadi degan.